Nima uchun yaqinlik paytida havo chiqadi? Menga murojaat qilayotgan ayollarda 99% da aynan shu muammo. Yaqinlik paytida havo chiqadi. Hattoki qizlarda jinsiy a'zoyimdan havo chiqyapti. Buni davolashning iloji bormi? Qanday davolasam bo'ladi? Sababi nima degan mm, bundan juda ham qo'rqyapman degan murojaatlar kelib tushadi. Ayrim ayollarda esa jinsiy yaqinlikda havo chiqib, qayta shu muammoga duch kelganidan muammoni yo tabiiy qabul qiladi yoki unga moslashadi. O'zi normada shunaqa bo'ladi deydi, yoki bo'lmasam xuddi turmush o'rtog'idan yashirayotgandek, xuddi o'zidan yashirayotgandek bu muammoni ichida saqlaydi, yashirib qo'yadi. Ya'ni buni tan olmasa, xuddi muammo boshqa qaytib bo'lmaydigandek qaraydi. Xo'p, endi qayta havo chiqqandan keyin ayol o'zini jozibasini yo'qotib qo'yadi. O'ziga bo'lgan ishonch pastlab ketadi va bu narsa yaqinlikka albatta ta'sir qiladi. Yaqinlikdan qochadigan, yaqinlikdan bezillaydigan, turmush o'rtog'im charchab kelib uxlab qolsaydi deydigan holatga olib boradi va bu nima bilan tugaydi? Ko'p holatda xiyonat bilan tugaydi. Chunki erkak kishi haqiqatda ayol bilan yaqinlik qilgisi keladi, haqiqatda lazzat olib, tinch dam olgisi keladi. Bu narsani kimdandir olib organizmga berish kerak. Shuning uchun buni oxiri xiyonatga borib qoladi. Qanchadir vaqt o'tgandan keyin o'zi yaxshi bo'lib ketadi, o'zi normaga kelib qoladi deyish noto'g'ri. Chunki bu ichki funksiyani, organizmni ichida bo'layotgan muammo. Intim mushaklar bo'shashgan, zaiflashgan va ancha kengaygani uchun sizga bemalol havo muammosi kelib yopishyapti. Bu videoni to'liq ko'rsangiz, o'zingizni katta xavfdan va muammodan saqlab qolasiz. Assalomu alaykum qadrli ayollar. Men Dilsora Avazbekovnaman, integrativ ginekolog hamda fitness treynerman. Bu sohani 6 yildan beri chuqur o'rganib kelyapman va tajribalarimni oshirib boryapman. Bugun siz bilan yaqinlikda nima uchun havo chiqadi va buni qanday to'xtatish kerak sirlari bilan to'liq o'rganamiz. Shuning uchun videoni diqqat bilan tomosha qiling. Birinchi savol: nega qindan havo chiqadi? Nima uchun qindan havo chiqyapti yaqinlik paytida? Xo'p, ichki mushaklaringiz tonusini yo'qotgan, ya'ni intim mushak bo'shashib, kengayib ketgan. Misol uchun, tor intim zonada erkak intim zonasi kirib chiqqanda to'lib qoladi, ya'ni qoplaydi. Intim zona mustahkam, tarang, zich holatda va qoplab qoladi. Erkak intim zonasini polniy qoplab qolgandan keyin havo kirib chiqishiga joy qolmaydi. Endi u kengayib ketsa-chi, manjetka ichkari ancha kengayib bo'shashib ketgan. Shu sababdan keng joyda yaqinlik bo'lsa, albatta havoni olib kiradi va havoni olib chiqadi. Bu haqiqiy kenglikni tiniq belgisi. Tug'ruqdan keyin mushaklaringiz bo'shashib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni tuqqaningizdan keyin bu muammo sizga endi mana aniq bilinayotgandir. Bu degani tug'ruqgacha bo'lgan vaqtda havo kirib chiqishi yo'q bo'lgan. Endi tuqqaningizdan keyin, misol uchun manjetka keng edi, lekin u darajada keng emas edi. Prosta sal kengayib qolgan paytda siz tug'dingiz, endi kengaydi. Polniy qisqarish bo'lmaganning hisobiga sizda organizmda juda ham bo'shlik, zaiflik sodir bo'lyapti. Ya'ni sizda bu tug'ruqdan keyin namoyon bo'lyapti. Tuqqaningizdan keyin intim zona tug'ruq paytida kengayadi va tiklanish to'liq bo'lmasa, shunaqangi zaiflik, shunaqangi bo'shlik, kenglik avj oladiki, buni tuqqan ayollarimiz ko'proq his qilishadi. Tug'ruqdan keyingina 40 kun chilla davra o'tgandan keyin yaqinlik qilganda havo bemalol kirib chiqayotganini, o'zi hech narsa his qilmay qolganini va turmush o'rtog'i ham qoniqmayotganini aniq sezishadi. Bizi organizmimizda stress juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni stress paytida intim mushaklar, butun tanadagi mushaklar bo'shashib ketadi. Oynaga qarasangiz, mana kechki payt biror narsadan siqildingiz, ertalab turib oynaga qarasangiz, yuzlaringiz so'lg'in bo'lib pastga osilib qolgan bo'ladi. Ko'z atrofida osilishlar, yuzda so'lg'inlik, pastga tortib osilishlar bo'ladi va tanangizda ham qandaydir yotgingiz kelib, yo o'tirgingiz kelib, yo yotib olgingiz kelib, pastga tortishgan, qanaqadir tortishgan narsani his qilasiz. Bu narsa albatta stress hisobiga. Butun tanada stress bo'lsa, miya funksiyamiz o'chadi, ya'ni to'xtaydi. To'xtagandan keyin organizm o'zini o'zi ko'tarib tura olmaydi.
chunki miya boshqaradi-yu, tanamizni miya boshqaradi. Organizm o'chgandan keyin, miya o'chgandan keyin organizm rezki pastga tashlavoradi. Ichki organlaringiz ham, butun mushaklaringiz ham, suyagingiz zo'rg'a tikka turib beradi, lekin butun tanangiz pastga tortishgan og'riq bo'ladi. Qanaqadir hayotga qiziqishingiz past, hech narsa qilgingiz kelmaydi, faqat yotgingiz, o'tirgingiz keladi. Xuddi shunaqa holatda intim zonaga hamma ichki organlaringiz og'irligi tushib, butun tazni, intim mushaklaringizni bosib qo'yadi-da va xohlasangiz, xohlamasangiz kengayish sodir bo'ladi. Endi yosh bilan aloqasi bormi? Albatta, masalan, biz 20 yoshgacha organizmimizga qarasak, gormonlarimiz shunaqa dabdalasi chiqib buzilib ketsa ham, organizm o'zini o'zi tiklashga harakat qiladi. Ancha-muncha narusheniyalarni bekitib yuboradi. Chunki organizm kuchlik, 20 yoshgacha baquvvat bo'lib, zo'r bo'lib ishlab beradi. Bekorga yosh demaydi. Yoshlarda albatta tiklanish ham osonroq bo'ladi va kurashuvchanligi ham aktivroq bo'ladi. Shuni hisobiga yoshlikda 20 yosh atrofida havo kirib chiqishi bo'ladi, lekin u darajada kuchli bo'lmaydi. Endi 20 yoshdan 30 yoshgacha unda уже organizm sekin ishlamaslikni boshlaydi. Ya'ni ishlamaslik deganimizda siz qaridingiz deganimiz emas, kurashuvchanligi pasayishni boshlaydi. Endi 30 dan 40 gacha bo'lgan yoshda ham albatta etapma-etap sekin-sekin organizm orqaga ketishni boshlaydi. 40 plusda уже hech qanaqa kuchingiz yo'q, ya'ni organizmni majburlasangiz ham ishlata olmaysiz. Unga qachon to'g'ri ovqatlar, to'g'ri biodobavkalar, organizmga kerakli bo'lgan sharoitni, harakatni, qon aylanishini, hammasini jamlab bersangizgina sog'lom bo'lib yurasiz. Bu deganim 10 ming qadam yurib, kuniga sayr qilib toza havoda, ishtahalaringiz yaxshi, faqat to'g'ri ovqatlarni yeyapsiz, organizmga kerakli moddalarni beryapsiz, unda funksiya yaxshi ishlab, siz tiklanib ketishingiz osonroq bo'ladi. Endi 40 dan keyin ancha sekinlab ketadi. Bunda ham organizmga ko'proq e'tibor berib, ko'proq harakat bilan ta'minlashimiz kerak. Chunki qon aylanishini to'xtatib qo'ysak, deyarli to'xtatib yoki sekinlatib tashlasak, bu degani organizmda bo'shashish, orqaga ketish, hech o'zingizga kela olmaslik, energiya pastligi, shunaqa narsalar bo'ladi. Shuning uchun ham yosh albatta muhim. Siz har qanday yoshda, aytaylik 20 yoshdan 50-60 yoshgacha doim o'zingiz ustingizda ishlab turishingiz kerak. Chunki organizm ham kurashib oxir baribir charchaydi. Endi hayz davrida mushaklaringiz kuchsizlanadi. Ya'ni hayzdan keyin polniy bo'shashgan bo'ladi mushaklar. Shuni hisobiga yaqin paytida bemalol havo kirib chiqishi kuchayib ketadi. Hayz paytidan keyin bo'shashib ketmasligi uchun siz doimiy inti-fitness mashqlarini bajarib, eng kamida 3 oy, bo'lmasam 6 oy inti-fitness bilan to'g'ri va davomiy shug'ullansangiz, xudo xolasa sizda bunaqa buzilishlar bo'lmaydi, organizm yaxshi ishlaydi, chiniqadi va sog'lom organizm bilan yashashingiz mumkin. Noto'g'ri mashqlar yoki umuman mashq qilmaslik. Bu nima degani? Albatta bizda YouTube'larda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashqlar ko'p. Lekin qaraysizda, bajarib ko'rasiz, hech qanaqa foyda bermaydi. Balkim battar ham bo'lib qolishi mumkin. Endi umuman mashq qilmaganingizda bo'lsa, yana ham ahvol og'irlashib, yana ham sizda holat yomonlashadi. Xo'p, endi noto'g'ri mashqlar qanaqa degani? Ya'ni qorin ichidagi bosim deganimizda nafas aylanadi-yu qorinda. Shu ichaklarimizda va qorin sohamizda gaz to'planishi, ichimizga har kuni kelib yengil bo'lmasligimiz va biz noto'g'ri nafas olishimiz, bular noto'g'ri bosim. Endi bu ahvolda noto'g'ri ichki funksiyada mashq qilsangiz nima bo'ladi? Siz bilmaysiz, kuchlimi mashq yo kuchsizmi, qanaqa mashq, necha marta qilish kerak. Xo'p, necha martasini bilarsiz. Organizmni chiniqtirmasdan turib kuchli mashq berib bo'lmaydi. Misol uchun bitta mashqni ko'rdingiz, bu kuchliroq mashq, aytaylik bachadon ko'tarishga deb ko'rib turib, darrov uni o'zingizda sinab ko'rmoqchisiz. Vaholanki sizda bachadon tushmagan bo'lishi mumkin yoki ichki bosim shunaqangi kuchayib ketgan bo'lishi mumkin. Ichingiz har kuni kelmasdan gaz to'planib, noto'g'ri nafas olib, shunaqa pirs, hali zichlashib ketgan ichki organlaringiz bilan
intim mashqlaringizni qilyapsiz. Ya'ni shu o'rganib olgan mashqlaringizni qilyapsiz. Endi ichkarida shunaqa nagruzka ko'payib ketadi. O'zi aytyapman-ku, havo, gaz, ich, ya'ni axlat to'planib ketgan. Endi bunga qo'shimcha plus kuchli nagruzka beryapsiz. Qorin atrofida, ya'ni kindik atrofida va bellaringizda kuchli og'riq bo'lib qolishi mumkin. Bu og'riq bekordan bekor emas. Sizni tanangizda shunaqa kuchli nagruzka paydo bo'ldida, ichkaridagi bosimga yana ham hujum ko'payib ketdi. Yana ham kuchli nagruzkada bosim beryapsiz. Endi sizda bu nagruzkalar albatta to'planadi. Qorin ichiga jipslashib to'planib ketdi. Endi baribir u qayergadir chiqib ketish kerak. Qayoqqadir chiqib ketmasa bo'lmaydi. U albatta yana qinga nagruzka beradi. Siz havo chiqishini, bachadon tushishini, intim kenglik davolamoqchi edingiz, endi battar bo'lib qolasiz. Chunki siz noto'g'ri bosimda qoringa kuchli nagruzka berdingiz, endi u baribir yana pastga itarilyapti. Endi mashq qilmaganingizda qon aylanishini deyarli to'xtatib qo'yasiz. Mashq qilmaslik harakatni to'xtatish. Ya'ni masalan, biz doim o'zimiz ustimizda ishlasak, 10-15 minut mashq qiladigan bo'lsak, kuniga yana piyoda sayrlar qiladigan bo'lsak, u bir hafta qimirlamay yotib qolsak, qanaqa bo'ladi? Ya'ni o'rnimizdan turib yugurib ketamizmi? Bemalol mashqlarimizni qilamizmi? Organizm slabiy holatga kelgan bo'ladi. Mushaklaringiz haddan tashqari bo'shashib, o'zi yurgani holingiz zo'rg'a bo'lib qoladi. Oyog'ingiz so'dirab, xuddi charchagan insondek yurishni boshlaysiz. Chunki mushaklar haddan tashqari bo'shashib ketgan bo'ladi. Uni doim harakatga solsak, chiniqadi. Mushaklar deganimda suyakdan tashqari bo'lgan hamma joyimiz va intim zonada ham xuddi shunaqa qinda ham mushaklar bor. Bu mushaklar ham bo'shashadi, butun tanadagi mushaklar ham bo'shashib ketadi. Hozir siz holatingizni aniqlab turib, keyin mashq qilishingiz kerak. Sizga mashq o'rgataman, yengil, lekin ichki bosimni, butun organizmni qiynamaydigan mashq. Buning uchun albatta o'zingizni yaxshilab tekshirishingiz kerak. Pastda Telegram kanalimning linki bor. Bu link orqali Telegram kanaliga o'tib, diagnostika darsligimni ko'rasiz va o'zingizni yaxshilab tekshirasiz. Holatingizni aniqlamasdan turib mashq qilish juda ham noto'g'ri. Shuning uchun birinchi bo'lib holatni aniqlaymiz. Telegram kanalidagi diagnostika darsligini ko'rasiz va bu darslik orqali o'zingizni yaxshilab tekshirasiz, aniq bitta xulosaga kelasiz va undan keyin shu o'rgatayotgan mashqimni bajarasiz. Bachadon agar tashqariga chiqib bo'lgan bo'lsa, unda mashqlar befoyda. Shuning uchun albatta birinchi bo'lib Telegram kanalda diagnostika o'tkazib, o'zingiz keyin bu yoqqa qayting. Endi diagnostika o'tkazgan bo'lsangiz, o'zingizni tekshirgan bo'lsangiz, unda mashq qilishni o'rgataman. Bu mashq juda ham yengil, juda ham oson, faqat sizga foyda beradigan mashq. Aytaylik, yotasiz, shu holatda yotasiz, osmonga qarab yotibsiz. Endi sekin intim mushaklaringizni his qilishga harakat qilasiz. Intim mushaklarini sekin siqasiz va ichingizga salgina tortasiz. Buni 2 sekund bajarsangiz bo'ladi. Ya'ni intim zonani siqib turibsiz, endi sekin bo'shashtirdingiz. 2 sekund siqib turdingiz va bo'shashtirgandan keyin yana 2 sekund dam oldingiz. Bu eng oddiy, eng oson mashq, organizmni uyg'otgani va tanani chiniqtirgani zo'r yordam beradi. Bu mashqni ertalab 10 marta, kechki obedda 10 marta, kechki payt 10 marta bajarsangiz yetadi. Kuchli nagruzka kerak emas. Sekundlarini sonini ko'paytirish umuman kerak emas. Biz asta-sekinlik bilan mashq qilishga tanamizni o'rgatamiz. Uyg'otib, sekin-sekin chiniqtirib boramiz. Bu odzivda ko'rib turganingizdek, muammoda juda ham ayolimiz qiynalib kelgan, ya'ni o'quvchim intim zonasidan to'liq havo chiqib kirishidan qiynalgan, ancha paytdan beri qiynalgan, bachadoni pastga tushib qolgan, qin devorlari shunaqangi bo'shashib pastga egilib qolgan. Ya'ni pastdan ko'rinib qolgan holatda kelgan. Kursga qabul qildik, mashqlarni boshladi va judayam o'zida o'zgarishlarni his qildi va odzivda o'qib turganingizdek bomba natijaga erishdi. Qin devorlari mahkam ko'tarildi, bachadon ko'tarildi va havo kirib chiqishi umuman yo'qoldi. Bu ayolimiz kursdan so'ng o'zini haqiqatda sevimli, haqiqatda ayol sifatida his qildi. Chunki intim zonasida muammo borligi uchun o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lgan, turmush o'rtog'i bilan munosabatlari ancha jiddiy yomon holatda bo'lgan.
Endi bo'lsa butunlay o'zgardi. Aynan bu ayolimiz o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan 2 farzandni onasi va turmush o'rtog'i uzoq safarda yuradi. O'zi bo'lsa har safar turmush o'rtog'ini oldiga ketayotganda har xil toraytiruvchi vositalar istab, nech pul bo'lsa ham pulini sarflab, shularni o'zi bilan olib ketib, lekin effekt ko'rmagan ayol. Ya'ni intim zonada muammo bor, toraytiruvchi vositalardan foydalanyapti. Nima bo'lsa ham usullardan foydalanib, lazer qildirib, qanaqadir qimmat toraytiruvchi original deb maqtagan dori vositalaridan olib intim zonasiga qo'llagan, lekin umuman effekt bo'lmagan. Chunki qin devorlari tushgan, bachadon pastda, intim zona haddan tashqari keng va yana boshqa CD tutolmaslik, havo kirib chiqishi, hayz siklini buzilib ketishi judayam ko'p muammolar bilan birga yashagan. Bu muammolarning ichida aytaylik kichkinagina toraytiruvchi vosita u ichkarini tiklab berolmaydi. Ichkaridagi holatni yaxshilab berolmaydi. Faqatgina biz to'g'ri texnika orqali, bizni metodikamiz orqali tez tiklanish bo'ldi. Turmush o'rtog'ini oldilariga borishiga 2 oy adashmasam vaqt bor edi. Bu 2 oy ichida kursga qo'shilib, har kuni mashqlarni rejim bilan bajarib bordi. Uje birinchi oyda to'liq o'zida o'zgarishni his qildi. Shunaqa har kuni mashq qilib, shunaqa motivatsiyaga to'lib emotsiya bilan yozar edi. Menda o'zgarishlar zo'r, menda holat butunlay o'zgardi deb yozardi va 2-oyda to'liq qisqarish, intim mushaklarini to'liq qisqarganini va prolapslar ko'tarilib ketganini aytgan. Bu holatdan o'zi juda ham xursand bo'ldi. Ustoz jonli darslarimizda aytyapti, ustoz, sizni kursingizga qo'shilishimdan oldin nech pul bo'lsa ham toraytiruvchi vositalarga qanaqa turi bo'lsa ham foydalanardim. Lekin ularda effekt yo'q edi. Turmush o'rtog'imni oldiga ketayotsam, qo'rquv bilan borardim. Ishqilib keng bo'lib, hijolat bo'lib qolmay deb, ming hijolatda borardim, qo'rquvda borardim. Lekin bu safar yuzim yorug' bo'lib ketyapman. O'zimga ishonchim baland. Shu ochilib keng bo'lib turgan intim zona qisqarib, yopilib, shunaqa chiroyli g'uncha kabi bo'ldi. Hattoki ranglari ham tiniqlashib ketdi. Endi borgani qo'rquv ham yo'q. O'zimga ishonchim baland, xursand bo'lib ketyapman. Borib albatta otziv yozaman degan. Mana bu otzivni o'qib turibsiz. Turmush o'rtog'ini oldiga borgandan keyin o'zini xuddi yangi kelindek his qilgan. Даже turmush o'rtog'i qiz bola bilan yaqinlik qilayotgandek shunaqa shok holatda bo'lgan. Shunaqangi to'lib toshib aytib bergan bizga, lekin sizlar qisman o'qib turibsizlar. Haqiqatda ayol kishi o'ziga qarashi kerak, o'ziga e'tibor berish kerak. Har xil vositalarga, o'zini tanasini qiynaydigan vositalarga pulini sochib yubormasdan, ozgina o'zi uchun pulini sarflab, to'g'ri joyga, to'g'ri xarajat bo'lsa, albatta bu pul 10-100 barobar o'ziga qaytib keladi. Turmush o'rtog'i bilan umuman bunaqa darajada yaxshi hayoti bo'lmagan, shunaqangi yaxshilanib ketgan, hayotidan o'zi mamnun bo'lib, to'lib toshib bizga va butun kursdagi ayollarga aytib bergan. Bu yoshi katta onamiz, yoshlari 55 dan oshgan, muammolari jiddiy, hattoki operatsiya qildiraman deb yurgan ayolimiz, onamiz shu darajada o'zgarish bo'ladi deb kutmagan. Haqiqatda tanasida bunchalik o'zgarish bo'lishiga hattoki ishonmagan ham. Kursdan oldin tana aytganimdek boshida tiklanishi sal qiyinroq bo'ladi, chunki yoshlari katta, organizm sekinroq ishlaydi, lekin harakatlari zo'r bo'lgan. Harakat qildi, yoshlardan-da yaxshi natijaga erishdi. Ya'ni ichki organlari polniy tushgan, bachadon qin og'ziga kelgan, oldi orqa prolapslarni aytmasak ham bo'ladi. CD tutish muammosi judayam og'ir holatda bo'lgan. Ya'ni CD tutolmaslikdan ancha qiynalgan. Endi bu ayol mashqlarni boshida sal qiyinlik bilan bajardi. Boshqalardan sal ortda qolgan deb bo'ldi. Men tushunmadim, nima uchun deb kuratorlarga nazorat qilinglar, nima uchun orqada bo'lyapti deb talab qildim. Kuratorlarimiz gaplashib, yana ham tushuntirib, o'rgatib yo'l yo'riq berib borishdi. Endi audio podkastlar, bonus darslarimni eshitgandan keyin bu ayolda umuman tanasiga bo'lgan tushunchasi o'zgarib ketdi. Hattoki tanamni men yomon ko'rib, nimaga endi faqat menda bunaqa muammo bo'ladi deb mashqlarni ham azartda bajarayotgan ekanman deb
shunaqa deb qoldi. Mashq qilishmi? Ha, qildim deb bajarib qo'ya qolay degan ekanman. 3-4 kun, bir hafta atrofida adashmasam shunaqa holatda yurib, aynan shu bonus mashqlar, bonus darsligimizni eshitgandan keyin ayolimizda shunaqangi zo'r o'zgarish bo'ldi. Tanamni aybdor qilib, men shunaqa holatga tushdim, men aybdorman deyish, aybdorlik holatidan chiqdim deyaptilar. Chunki tanaga mehr berib, yaxshi ko'rib, avaylab asrab mashq qilish kerak degan darsligimni eshitib, ayol o'zini his qilib, o'zidagi muammolarni qabul qilib, ya'ni xo'p, muammo bor, endi bunga kurashishga imkoniyatim ham bor. Men operatsiya stolida yotmayapman yoki ixtiyorim o'zimda emas holatda emasman. O'zimda ixtiyor, o'zim mashqlarni bajaraman deb chiroyli holatda o'zini his qilib mashqlarni bajargan. Albatta hammasi o'z qo'lingizda. Tanani boshqarish, tanani harakatga solish, intim mushaklarni to'g'ri va yengil mashqlar bilan tiklash, organizmga ziyoni bo'lmagan, faqat va faqat sizga foyda beradigan mashqlar bilan sog'ligingizni tiklash o'z qo'lingizda. Shu sababli men sizni ayollikni qayta his qilish Inti Fitness kursimga taklif qilaman. Kursda nimalar bo'ladi? Bizda 8 ta modul, har bitta modul sizni sog'ligingiz bilan ishlash bo'yicha bo'ladi. Ya'ni biz birinchi modulda o'zimizni diagnostika qilamiz. Точный diagnoz qo'yganimizdan keyin, aniqdan aniqlaganimizdan keyingina harakatga tushamiz. Ikkinchi modulimizda bo'lsa, siz aniqdan aniqlagansiz. Endi organlaringizni qanday joylashganini va harakatga tushirish qanday bo'lishini bu ikkinchi modulimizda o'rganasiz. Ya'ni boshida aytganimdek, qorin ichida bosim kuchli bo'ladi. Buni to'g'ri nafas olish orqali joyiga tushiramiz. Endi uchinchi modulimizda biz tanamizni uyg'otamiz. Ya'ni intim mushaklarimiz bilan tanishib, ularni to'g'ri boshqarishni o'rganamiz. To'rtinchi modulimizda bo'lsa, intim mushaklarni astalik bilan harakatga solib, o'sha natijalar uchqunlashni boshlaydi. Ya'ni sizda tiklanish boshlanadi, organizm tozalanib, tiklanishga o'tasiz. 5-modulimizda intim mushaklaringizni elastikligi bilan ishlaymiz. Ya'ni mashqlar qisman kuchaytiriladi. Sizda tiklanish yana ham tezlashadi. Va 6-modulda vakuum texnikalariga o'tamiz. Vakuum texnikalariga juda ham ko'pchilik ayollarimiz qiziqadi va intim zonani zo'r toraytirib, zo'r tiklashidan tashqari bellaringizni ingichka qilib, qorinni tortilishiga juda ham katta yordam beradi. 7-modulimizda bo'lsa, aynan yaqinlikdagi sezgirlikni kuchaytirish uchun ichki va tashqi mashqlar orqali juda ham mohirlik bilan bosim beramiz. 8-modulda bo'lsa, biz pozalar darsligida ishlaymiz. Ya'ni biz pozalarda qanday intim mushaklarimizni harakatlantirishni o'rganamiz. Natijada siz intim mushaklaringizni 5x ga torayganini his qilasiz. Balki undan ham ko'proq torlikka erishganingizni va intim zonalardagi muammolardan xalos bo'lasiz. Intim zonada qanaqa muammo bo'lsa, bularni hammasi sizni tark etadi. Kenglik muammosini unutasiz va intim zona sog'lom bo'lishidan tashqari go'zallashib ketganini ham his qilasiz. Kursda kuratorlar ishlaydi. Kuchli, tajribali kuratorlar sizni nazorat qiladi. 24 soat polniy sog'ligingizdan xabardor bo'lishadi. Va bundan tashqari, doimiy nazoratdan tashqari uyga vazifalaringizni to'liq tekshiradi. Ya'ni siz mashqlarni to'g'ri bajaryapsizmi, qanaqa natijalarga erishyapsiz va haftalik bizda uchrashuvlar bo'ladi. Men tarafimdan 2 ta jonli darsimiz bor va guruhlarda savol-javoblar ham bo'ladi. Bizda 3 xil tarif bor. Standart tarifi butun hamma modul darsliklari kiradi. Barcha modullar bor. 2 oy kurs davom etadi. Siz o'zingizga o'zingiz kuratorlik va trenerlik qilasiz. Mustaqil ravishda ishlaysiz. Dostуп 1 oyga beriladi. 2 oy kursdan so'ng 1 oy dostуп beriladi. Endi premium tarifimizda barcha modullardan tashqari kurator sizni to'liq nazorat qiladi va yopiq chat gruppa bo'ladi. Yopiq chatda bemalol suhbatlashib, gaplashib, o'zingizdagi muammodagi ayollar bilan suhbatlashishingiz mumkin va haftalik nazoratlar yo'lga qo'yilgan. 2 marta men tarafimdan jonli darslar tashkil qilinadi va dostуп 8 oyga beriladi. Tarifimiz shaxsan men bilan ishlamoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun juda ham mos keladi. Shaxsan o'zim nazorat qilaman. Butun kursdagi modullar va bonus sovg'alar hammasi VIP tarifimizda bor. Men bilan birga bir ishlamoqchi bo'lgan ayollarimiz
konsultatsiyalar o'tkazamiz, muammolarni ko'rib chiqamiz va barcha bonus sovg'alarimizdan tashqari go'zal ko'krak va tekis qorin kurslarimiz judayam katta, judayam manfaatli, har bir ayolimizga kerakli bo'lgan kurslarimiz mutlaqo bepulga bonus sovg'a sifatida beriladi. Bizda shu uchala tarif. Kurs haqida yana ham to'liq ma'lumotlar, bonus sovg'alarimiz haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, agar O'zbekistonda istiqomat qiladigan bo'lsangiz, pastdagi ko'k havola orqali ro'yxatdan o'tasiz. Ismingizni, telefon raqamingizni qoldirsangiz, yordamchilarim, qizlar o'zi sizga aloqaga chiqadi. Ya'ni telefon qilib bog'lanishadi. Agar O'zbekistondan boshqa davlatda istiqomat qiladigan bo'lsangiz, Telegram lichkasini qo'yganmiz, adminimizni, shu adminga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib, Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Yo, Rossiyada istiqomat qiladigan bo'lsangiz, qaysi platformadan sizga aloqaga chiqishimiz mumkinligi haqida kommentariyada yozing. Biz siz bilan bog'lanamiz. Bu videoni shu joygacha tomosha qilganingiz uchun rahmat va siz juda ham katta chegirmani qo'lga kiritdingiz. Ya'ni bu haqda menejerlarimiz siz bilan aloqada tushuntirishadi. Siz bilan bog'langanda bu haqda to'liq tushuntirishadi. Sizni ayollikni qayta his qilish Fitness kursimda kutib qolaman. Ya'ni siz ayol bo'lib, ayolligingizni his qilib yashashga loyiqsiz.